Bizda hayit dasturxoni shu shirinliksiz o'tmaydi. Har yili 2 marotaba albatta shu bo'g'irsoqdan tayyorlayman. Juda ham mazali, og'izda eriydigan qumoq-qumoq bo'g'irsoq retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bismillah deb ishni boshlaymiz. Eritilgan mol yog'i, eritilgan sariyog' yoki margarin, suv, sut, tuz, shakar hamda razrixitelni solib linchka yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Keragicha unni solamiz, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimizni o'zimizga qulay bo'lishi uchun ikkita zivalachaga bo'lib olamiz. 20 minut tindirib olgan xamirimizni qalinggina qilib yoyib olamiz. Shu ko'rinishda yoyilgan xamirlarimizdan lentachalar kesib olamiz. Kesilgan lentalarimizni qo'limiz yordamida dumaloqlab olamiz. Endi pichoq yordamida bo'laklarga bo'lib olamiz. Kaftimiz yordamida dumaloq sharikchalar hosil qilib olamiz. Endi tayyor bo'lgan sharikchalarimizni chovliga yaxshilab aylantirib olamiz. Bo'g'irsoqlarimizga shakl berganimizda barmog'imizni yaxshilab botirishimiz hamda bo'g'irsoqimizning orqasida mana shunaqangi chuqurcha hosil qilishimiz kerak. Shunda bo'g'irsoqlarimiz ichlari bilan yaxshigina bo'lib pishib chiqadi. Tayyorlab olgan bo'g'irsoqlarimizni endi qizigan, lekin ozgina sovutib olgan yog'imizga solib, qip-qizil qilib pishirib olamiz. Pishish jarayonida shunaqa qilib chovli bilan aylantirib turishimiz kerak. Shunda har taraflari bir xil bo'lib pishib chiqadi. Yog'da qizarib olgan bo'g'irsoqlarimizni endi yog'dan suzib olamiz. Mana mazali bo'g'irsoqlarimiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham albatta shu retsept bo'yicha hayit dasturxoni uchun bo'g'irsoqlar tayyorlab ko'ring, oila a'zolaringizni duosini oling. Shuni ishontirib aytamanki, bu bo'g'irsoqlar kattayu kichikka birdek yoqadi. Retsept uchun esa bittagina yurakchani bosib keting, xursand bo'laman.